Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyoning har qaysi elləridagi Uyg'urlar cheksiz iftixorlanish va g'ururlanish tuyg'usi bilan 5-may Uyg'ur Doppa bayramini qutlaqlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 5-may Doppa bayrami munosabati bilan qisqa tabriknoma e'lon qilib, Vatan içi və sirtidagi bütün xalqimizning Doppa bayramini qutlaqladi. Doppa Uyg'urlarning simvoli və milliy kimlik belgisidan iborat bo'lib, ajdodlarimizning bosh kiyimlariga Uyg'urlar tarixda e'tiqod qilgan aqida va go'zallik qarashlari, tarixiy an'anasi, Uyg'urlarning udum bo'lib kelgan urf-odatlari va milliy xosligi mujassamlangan. Doppa Uyg'ur bosh kiyimlarining cho'ng bir turi bo'lib, uzoq tarixdan buyon Uyg'ur kimligini ifodalaydigan milliyat va madaniyat qatlami intayin cho'nqur bo'lgan yorqin milliy belgi bo'lib kelmoqda. 2009-yildan keyin Uyg'urlar orasida Doppa bayrami tadrijiy umumlashib, Uyg'ur milliy kimligining yorqin simvoliga aylandi. Shundaqla Xitoyning madaniyat assimilyatsiyasiga qarshi Uyg'urlarning milliy irodasini ifodalaydigan bosh kiyim bo'lib qoldi. Doppa Uyg'ur bosh kiyimlarining ichida mayli shakl va nusxa turlarining ko'pligi jihatdan bo'lsin, yoki gul naqshlarining mo'lligi va rangining jazbidorligi, shundaqla iste'mol doirasining kengligi jihatdan bo'lsin, mutlaq ustunlikda turib kelgan. Uyg'ur doppalarining eng tipik alaydiliklardan biri rayon alaydiligi kuchli bo'lib, har bir yurtdagi doppalarning turlari bir-biridan farqlanib turadi. Shundaqla ro'shan yerlik alaydiliklarni ifodalaydi. Uyg'ur doppalari amaliy ishiltish qimmatiga ega bo'lib qolmasdan, balki yana belgilik iqtisodiy qimmatga, yuqori badiiy zo'qqa va kuchli milliy simvollik ega kiyim-kechaklardir. Doppa o'z navbatida faqat bir moddiy buyumli bo'lib qolmasdan, ma'lum ma'nodan aytganda simvollik tusi qo'yiq bo'lgan belgidir. Uyg'ur xalqi o'zining ro'yi dunyosini, san'atga bo'lgan ijodkorligini va tabiatdan olgan go'zallik qarashlarini doppaga singdirgan bo'lib, o'ziga xos nafis va rangarang doppalarni ijod qilgan. Doppaning yuzidagi har bir rang, har bir naqsh yoki har bir siziqqa Uyg'ur xalqining go'zallik qarashlari, iztiroblari, diniy e'tiqod aqidalari va birlik ittifoqlik ro'yi mujassamlangan. Doppa yuqorqidagi afzalliklari bilan Uyg'urlar yoqtirib kiydigan, shundaqla eng qadrli kishilarga sovg'a qildigan bosh kiyimga aylangan. Egilenishicha, Uyg'ur Doppa bayramining eng dastlabki tashabbusi 2009-yili 5-oyning 4-kuni 30 ga yaqin Uyg'ur ziyolisining Urumchida yig'ilib bosh qo'shishi bilan o'ttirib qo'yilgan. Shu qitimliq yig'ilishda har yili 5-oyning 5-kunida Uyg'ur Doppa bayrami o'tkazish muzokara qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining munosabatli o'rinlaridan bu to'g'risida tasdiq ololmagan ekan. Shundaq bo'lsa-mu, ijtimoiy taratqularning ta'siri natijasida 2010-yili 5-oyning 5-kunidan boshlab Uyg'ur Doppa bayrami avom marsida umumlashib, har yili tabriklanadigan bo'lgan. 2016-yildan keyin Xitoy hukumati millionlagan Uyg'urni milliy va diniy kimlik tufaylidan lagerlarga solgan bo'lg'achqa, vatanimizda bu bayramni tabriklash tugul tilga ilishga imkoniyat bo'lmagan. Shunglashqa bu xil madaniyat faoliyatlari faqat chet ellardagi Uyg'urlar orasida davom qilib kelmoqda. Uyg'urlarning hozirgi zamonda bosh kiyimlarining soni 50 xildan oshadigan bo'lib, muhojiratga Uyg'urlar 5-may Doppa bayramini Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatining mustamlikachilig'iga, tajovuzchiligiga, madaniyat qirg'inchiligiga qarshi qaytargan javobi deb qaramoqda. Yaqinda Xitoy ichidagi ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan ba'zi uchurlarda Xitoy iqtisodining cho'kishiga qarab yuzlanganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoyning xalqaro qoida tuzumlarga xilof holda ilib berayotgan to'kma qilib setish usuli g'arb davlatlarining iqtisodiy andizisini bir mezgil qalaymaqon qilgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon Xitoyning arzon tovarlarining orqasiga yoshiringan Uyg'ur majburiy amgiki va Xitoyning Sharq Turkiston va Tibet xalqiga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik sababli Amerika va Yevropa davlatlarining jazolash, cheklash tadbirlari Xitoy iqtisodiga tadrijiy ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Navbatda Xitoy g'arb davlatlarining jazolash va cheklash tadbirlarining ta'siriga uchrash ahvoli tovanki nuqtalarda ro'shan holda ko'rilishga boshlagan. Birinchi, texnika va yangilik sohasidagi cheklamalar. G'arb davlatlari bo'libmi Amerika Xitoyga qarshi bir qancha muhim texnika haqida cheklamalarni yo'l qo'ygan. Masalan, o'zak sohasida, sanoat texnikalari sohasida, harbiy texnikalarni ishlatishga bo'ladigan har qanday texnika va o'zaklarni Xitoyga sotmaslik, Nvidia, Intel,
AMD qatarlıq şirketler Xitayning kompüter texnika və tərəqqiyatına təsir göstərgan. Huawei başlıq Xitay şirketlərinin 5G texnikалық uskunləri G'arb bozoridan siqib chiqarilishga boshlagan. Xitayning TikTok, DiGi, Huawei qatarlıq şirketlərə qarşı G'arb dövlətlərdə qonun qoidalar qattiqlashishga boshlagan. Buning tipik misoli yaqindala Yevropa İttifaqı Xitayning ijtimoiy taratquv magnati TikTokqa 530 million yevro tarixiy jarimani qo'ygan bo'lib, Yevropa İttifaqı vakolatan harakat qiladigan Irlandiya sonliq ma'lumot qo'g'dash organi TikTokni Yevropadagi abonentlarning sonliq ma'lumotlarini to'plagan Xitoy doiralariga axborot to'plashda qulaylik yaratib berdi degan sababdan bu supaga jariman qo'yganligi ma'lum bo'lgan. Ikkinchi, Xitoyning Yevropa va Amerika bozoriga eksportining qiyinlashishi. Xitoyning sirtqi eksport miqdori burunqiga qaraganda tadrijiy holda tushishga boshlagan va Xitoy korxonalarining setish bozori tarishga boshlagan. Xitoyning elektrik mashinalari sekyaktachilikning eksporti ig'ir tushishga qarab yuzlangan. Üçüncü, pul muamele ve karxanalarının iqtisadi mənbəsiga ig'ir ta'sir ko'rsatishga boshlagan bo'lib, G'arb davlatlari Xitoyga va Xitoy korxonalarga mablag' silishni to'xtatishga boshlagan. Shundaqla bir qism mablag' solg'uvchilar Xitoydan chekinishga boshlagan. 4-chi, ichki iqtisodiy besim. Xitoy korxonalarining ishlab chiqarishi burunqiga qaraganda pasayishga qarab yuzlanayotgan bo'lib, ishsizlik Xitoy iqtisodining eng chong masalasining biriga aylangan. Hatto ba'zi Xitoy banklari xalqning omonat pulini chiqarishga ruxsat qilmay, Xitoyning janubidagi Guangdong, Fujian qatorliq o'lkalarda Xitoy xalqi bankalar oldida norozilik faoliyatlari ilib borgan. Bo'libmi bu masalada yaqinqi necha yil ichida Xitoyning mustamlik ostidagi vatanimizdagi majburiy emgak bilan munosib bo'lgan mingdan ortiq korxonasi bu jazolashning ta'siriga uchragan bo'lib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi navbatda Xitoy duch kelayotgan iqtisodiy cheklamalarning bevosita sabablaridan biri ekan. Xitoy hukumati bu sababdan ichki bozorlarda o'zaro e'tibor qilish, do'st davlatlar bozoriga eg'ish qatorliq siyosatlarni yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, buning ko'rinarli bir natijasi bo'lmagan. Xitoy navbatda G'arb bozoriga bo'lgan bevosita setishni vakolatchi savdogar davlatlar orqali ilib berishga qarab yuzlanayotgan bo'lib, bu orqali iqtisodiy va ta'sir kuchini saqlab qolishga urinayotmoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi va Markaziy Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbos xonim 2 may kuni Amerikaning Los Angeles shahriga yetib kelib, 3 kunlik faoliyat ilib bordi. Dünya Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi Erkin Sidiq va Qurultay Ijroiya Komitetining muavin raisi mutallib qurbonlardan tashkillangan bir hay'at Amerikaning Los Angelesdagi Conora Islom jamiyati masjidida juma namoziga yig'ilgan dunyoning har qaysi joylaridan kelib Amerikada yashayotgan musulmon xalqiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan. Bu faoliyatda Roshan Abbos xonim va doktor Erkin Sidiqlar Conora Islom jamiyatidan Hussam Aylush qatorliqlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va uning sabablari degan temada leksiya so'zlagan. Faoliyatning 3-kuni Roshan Abbos mutallib qurbonlar Los Angelesdagi Uyg'ur jamoati bilan uchrashib, Uyg'ur davosining navbatdagi vaziyati va buningdan keyin elib boradigan loyihalari va bu qarorlarni parlamentdan o'tkazish uchun nimalarni qilish kerak degan temada muzokara ilib berilgan. Shu kuni tushdan keyin yana Markaziy Italiyadagi Xalqaro fizik nazariyasi markazi o'rnashtirilgan bir yig'inga taklif bilan qatnashib, suhbat ilib borgan. Bu suhbatda Roshan Abbos xonim, ICTPning mudiri, UNESCOning bosh direktori professor Atish Tabxolkar va Nobel mukofoti sohibi Kavli Nazariya fizikasi instituti professori David Gross Italiyaning Amerikadagi bosh elchisining qatnashishida suhbat ilib borgan. 4 may kuni yana Roshan Abbos xonim boshliq bu hay'at yaqinda qatnash voqeasida vafot bo'lib ketgan Uyg'ur yosh Mustafoning nazariga qatnashib, Los Angeles shahridagi Uyg'ur jamoati bilan uchrashib, suhbat ilib borgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.